O'zi bunaqa temada video qilib chiqish rosa qiyin, men hijolatda chiqamiz. Sababi yosh bolalar bor, yosh shogird bolalar chiqyapti, duo olib, xudo xolisa. Nima demoqchiman? Misol uchun biz ham ustamiz. Motor ходовой galovka remont qilamiz. Kimdir kelib mashinamga tonirovka tortib bering desa, tonirovka sotamiz. Shpatillar bor, chachadigan suvlari, apparat, idish hamma yo'g'imiz bor, lekin tonirovka torta olmayman men. Yo'q, professionallardaqa torta olmayman. Shuning uchun men qilmayman. Korobka remont qilmaymiz. Sababi biz usta emasmiz, tajriba kam. Shunaqa bitta ish kelgan. Motorist ukalarimiz endi yosh yangi chiqqan ukaxonlar galovkaga направляющий qoqishmoqchi bo'lyapti. Akalar qaranglar, galovkani направляющийni chiqara olmagan. Galovkaga ozgina zarar ham yetib qolgan. Ikkitasini chiqarishgan. Ikkiga bu tarafga o'tgan, buni urib ko'rgan, bu chiqmagan. Nima demoqchiman, akalar, ukalar? Любой ish qilishdan oldin shu ishni ichida, shu sohada bir kamida bir 5 yil tajriba kerak ekan. Shuning uchun bu yosh chiqayotgan shogird bolalarga, ha, borsam, mo galopkachilar bunday fikr qoqib qo'yapti, men ham qoqaman ekan deyishingiz bor gap. Bizda ham bo'lgan bunaqa qiziqish, lekin pand terib qo'yadi. Tajriba baribir pand teradi, akalar. Chiqmagan. Meni to'g'ri tushunasizlar. Shu ukalarimiz uchun bir video murojaat. Motor bo'yicha professionalmisiz, motorni qilib turavering, galovkani professionallarga topshiring. Любой ishni professionallarga bera olinglar. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Kuzatishda davom etib turinglar.